Akalar, navbatdagi qo'yimiz bolani juda chiroyli beradi. Sog'liq juda baquvvat sog'liq. Svetlari ham o'ta go'zal. Oldini qaranglar, kengligini. Old formalari juda keng. Suvelari baquvvat. Qo'y qilaman deganlarga o'ta yaxshi variant mana. Kasteklari, ranglari, bachka-birazning qo'ylar, baquvvat qo'ylar. Mana oldilar. Mana oldi. Tush. Garbanos. Suvek, mana garbanos, kalla forma, kalla quloqlari ham shiroki. Ichini ko'rib qo'yaylik. Buni bolasi ham bor, ko'rsatamiz qanaqa bola berganini. Rasmini qo'yib ketaman. Nechta ekan? 4 ta ko'ryapman. 4 tish ekan akalar mana. 4 tish, 6 tish qo'ylar ekan. Har xili bor, to'xlilari ham mana orqa formalari, yurishlari mana. Baquvvat qo'y. Bitta ko'rsataman. Qizini ham ko'rsatib qo'yaylik shuni. Yonida turib. Mana yonidagi bolasi mana. Bolani svetli, quloqli berdi. Bolalar chiroyli beryapti. Mana qiz. Mana qizim, tikkaman. Assalomu alaykum Arasha muxlislar. Mana shu ona qo'ylarimiz sotiladi. 5 ta sotiladigan qo'yimiz bor. Mana shuni ichidan tanlab olinaveradi. O'rtacha mana videoda ko'rsatib o'tamiz. Hammasining liniyalari bor. Bo'yi 85-90 oralig'ida bo'ylari. Quloqlari 19-20. To'xlilari ham bor. Bittadan ikkitadan tuqqanlari ham bor. Bir chekkadan bitta ikkitasini video qilib ko'rsatamiz. Juda baquvvat, yo'g'on qo'ylar. Oldini bitta ko'rsatib bering. Mana oldi to'shlari, suyaklari baquvvat. Orqa tomonlari. Mana orqa tomonlari tikka razrez. Dakansa razrez qo'ylar. Bitta tishini ham ko'rsatib qo'yaylik. Ranglari ham svetli. Ikki tish to'g'li, hali tug'magan. Juda baquvvat narsa, quloqlari ham keng, qalin. Shiroki quloqlari, svetli, kalla forma mana to'shlari. Mana oldi. Juda go'zal oldilar mana. Baquvvat narsalar. Ikki tish bo'yi 85 plyusda va 88 chiqib qoladi mana. Baquvvat narsa. Belini kengligi, tikkaligi, oyoq qalinliklari go'zal narsa. 5 ta shunaqa sotiladigan qo'ylarimiz bor. Mana. Qo'yaveraylik uni. Berayotgan bollari mana yaxshi bollar beryapti mana. Svetli, quloqlari uzun tushyapti bollar. 5 ta shu qo'ylar ichidan tanlab yoqqani olinaveradi. Qo'ylar adnotipning hammasi bir xil. Dumbar razrezlari mana, svetlari, quloqlari ham shunaqa bir xil. 19-20. Bitta 21lari ham bor. Akalar, navbatdagi sog'lig'imiz to'xli bu ikki tishga endi buzyapti. Rasa ikki tishga buzib yoshiga to'ldi. Qo'y kallasi ham katta, qulog'i ham shiroki, suyaklari ham o'ta baquvvat narsa. Hozir bitta polni ko'rsatib beraman. Mana garbanos kalla. O'ta polvon narsa. Bo'yi ham salkam 90, 88, 90 chiqib qoladi. Mana oldini qaranglar, qo'chqorga o'xshab ketgan. To'sh mana. O'ta baquvvat narsalar oldi. Bo'yin mana. Garbanos, kalla forma. Tishini ham ko'rsating-da. Akalar, ikki tish to'xli hali tug'magan. Endi to'ldiryapti. Yangi ikki tish. Ikki tishga holati go'zal o'ta. Qo'chqor to'shiga o'xshab ketgan to'sha. Quloq forma. Kallani o'zi ham ko'rinib turibdi kattaligi mana. Juda baquvvat narsa. Orqa tomonlari ochiq razrez dakansi. Razrez ham go'zal kelgan, belini kengligi mana. Qo'yroq, polvon narsa mana. Suyalarga e'tibor beringlar, baquvvatligiga. Mana shu qo'ylar sotiladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar, mana kelib ko'rib, tanlab ustida xohlagancha o'lchab, metr tashab olinaveradi mana qo'ylar. Qo'ylarning orqa tomonlari mana.
Bolalarni yaxshi beryapti. 85-90 bo'ylari. Quloqlari 19-20-21 mana. Mana berayotgan bolalari ham mana videoda bor. Ko'rib tanlab olinaveradi. Assalomu alaykum aka-ukalar, gruppadoshlar. Mana tomosha. 2 kundan beri qo'ylarni chiqaryapmiz haydovga. Mana o'tlab yuribdi. Qani yil bo'yi shunaqa yaylov bo'lsa-da bularga. Nima deydi boyagi? Aytgan narsani olalamizda. Yaxshi mana shunday yem yemasa ham mana shunday o'tda yursa, yozin qishin, endi qishda bo'lmaydi-yu. Boshqacha bo'ladi-da bu. Yaxshi bu qo'zilari ham bir o'tga to'yib, qo'lda boqqandan haydab qo'yda haydab boqqan yaxshi-da. Mana yo'l qo'chqarimiz ham o'tlab yuribdi mana. Qo'ylarda ichida. Mana shu qo'chqarda yonidagilar bultirgi qo'zilar bir yil birinchisiga qochdi xudo xohlasa. Hem bir yoqqa ketib qoldi. Bu g'o'zani ichida rangi bir xil sariqlar ko'rinmaydi ham. Ana shunaqa gaplar. Arashan qo'chqarchalar sotiladi. Liniya Yoba. Yobaning nabiralari bilan bitta ma birinchi turgan krasavchik. Qolgani kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bitta shoxlicha tushib qolgan, shoxli sotilmaydi. So'yishga.
Maşallah. Mana xudo xohlasa sebatidan bo'g'izlashdi. Juda gigantdir.